Diqqat! Ob-havo yana xavfli signal bermoqda. O'zgidromet yana bir ogohlantirish e'lon qildi. Bugun 23-fevral kuni O'zbekistonning g'arbiy hududlarida chang va tuman kuzatilishi mumkin. Ma'lum qilinishicha, kunduzi Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro va Navoiy viloyatlarida shamol tezligi sekundiga 13-18 metrgacha ko'tariladi. Bu ba'zi joylarda chang va tuman ehtimolini oshiradi. Mutaxassislar ogohlantirmoqda. Kuchli shamol ko'rinishini pasaytirishi, transport harakatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi va nafas olish muammolarini keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun haydovchilar ehtiyot bo'lishlari kerak. Piyodalar ochiq joylarda ehtiyot choralarini ko'rishlari kerak. Allergiyasi yoki nafas olish muammolari bo'lgan odamlarga niqob taqish tavsiya etiladi. Eslatib o'tamiz. Avvalroq Surxondaryo, Andijon va Farg'ona viloyatlari va tog'li hududlarda kuchli shamol haqida ogohlantirish e'lon qilingan edi. Ob-havo sharoitlarini hisobga oling, ehtiyot bo'ling.